Barchaga salom do'stlar. Suv batareyakalari uchun juda ham optim joyga yetib keldik, ko'ringlar. Cheklanmagan miqdorda har xili bor ekan. Mana ko'ringlar, 2 talik, 3 talikdan tortib 20 talikgacha bo'lgan bir-biriga ulangani qilib berilaveradi. Har xildan bor. Razmerlarni aytsalaring, juda ham arzon qilib akamiz tayyorlab berishaverar ekan. Hatto hozir rossiyskilari ham bor do'stlar. Kraskali bor, kraska basi ham bor, mana ko'ringlar. Hozir bularni narxlarni aytib o'tamiz. Biz hozir Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga yetib keldik do'stlar. Hozir to'liq ma'lumotlarni akamizdan olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamaysiz, sog'lashimiz aka. Aka, endi bularni razmerlari qanaqa? Endi keyin dastlabkasi pulini aytib o'tasiz aka. Razmerlari nechtalisi qilib berilaveradi? Xom holatda, xom holatda, yug'li holatda, yug'li holatda qilib berilaveradi. Razmerlarni aytgan razmerga qo'yib berilaveradi. Xudo xolasa toza hammasini qo'lida ishlab chiqqan materiallar. Nechtalisi qilib berilaveradi? Yuvilgani qancha, yuvilmagani qancha? Yuvilganlarni 55 ming so'mdan beryapsiz qo'vrasini. Uni ham o'sha razmerlarni aytgan nimasiga razmerga qo'yib berilaveradi. Ana shular yuvilgan mana shular. Yuvilgani bular. Mana shular yug'li holatda, mana shular tayyor. Nechtalisi qilib beraveramiz. Necha puldan bo'ladi ekan yuvilgan? Bu yuvilganlarni 55 ming so'mdan beryapmiz, optim. Nechtalik 55 ming so'm ichidan misol uchun. Bitta qo'vrasi, mana bu bitta qo'vrasini 55 ming so'mdan beryapmiz. 10 talik bo'lsa 550 ming bo'ladi. Bunda aka garantiyalari ham bormi? Garantiyalari ham bor, xudo xolasa 10 yilgacha muzlatib qo'yishimiz. 10 yil. Garantiyasi bor, 10 yil. Endi bular qanchadan aka? Bularni xom holatda bu yuvilmaganlarni bularni 50 ming so'mdan optimiga beryapmiz bular. Mana shunday holati, mana shu turishi. Turishi. Mana shu turishi. 50 ming so'mdan bitta qovurg'asi. Bu ham bitta qovurg'asi. Bularga garantiya bor. Garantiya bor bunga. Bularga garantiya bor. Hali etajlarga basda ichida tuzilmali materiallar bor. Hozir maktabga, uyga, etajga, shunaqa xonalarga o'rnatsa bo'laveradi buni. Bemalol o'rnatsa bo'laveradi. Bu endi qalin-da, endi bu rossiyskiy aka bular. Rossiyskiy, cho'yan. Hozirgilar chiqyapti, yupqa chiqyapti. Endi hozirgi alyuminlarga qaraganda bularni sifati zo'r, yengil, lekin ular isitishi ham bunchalik emas. Bu endi bu katyulyuz o'chib qolgan taqdirda ham bu batareyani o'zi kamida 2 soat hech bo'lmaganda issiqlikni o'zida ushlab turadi. Ushlab turadi. Ular o'chib qoladi tezda, yupqalgan hisobiga. Ham qalin bu, to'g'rimi aka? Qalin. Dastlabkasi ham bormi aka bularda? Dastlabkasi yo'q. Endi kelishaveramiz, dastlabkasi yo'q ama. Yuklab nima qilib beramiz, optim. Bu yaqin o'rtalarga endi kelishaveradi. Endi o'zali optimlarga ham tarqatlab beriladi bizda. Shularga bo'lsa endi ular Xo'p, manzilimizni ham bitta aytib qo'ying aka o'zingiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani. Devo yo'li, Devo tekstil yo'li. Devo tekstil yo'li mana do'stlar. Kelaverasizlar, pastdagi nomerlarni qo'yib ko'rasizlar, shunaqa batareyka so'rab, batareyka qidirib yurgan o'rtoqlarni jo'natib qo'yamiz.